Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, men ko'chaga o'ynagan ketdim. Bo'pti o'g'lim, yaxshi borib kel. Koptog'im qolib ketibdi-ku. Bo'pti, men o'ynagan ketdim. Bo'pti, mayli, ho. Velosipedim qolib ketibdi-ku. Remont qilish kerakmi devorni deyman. Bo'pti, ketdim men. Bo'pti. Krasovkam qolib ketibdi-ku. Krasovkang oldinga, ochkini oldinga, Ha. kankini oldinga. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi, boraver. Kuyov, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yangilik yo'q, tinchmi? Bo'shamayapmiz-da, faqat mehnat ish. Bizning sinfdoshlar guruhidagi tarixiy voqea. Ne ko'rsatyapti, son jasaysiz. Qattiq siqsang, aslına qarab jilzesin deydi. Siniyam bostab siq deydi, qattiq. Nereye başlasın mı yapıyor? Bas parmağınızı işine qarab deydi. Sinfda o'qigan Sardor aka sizmi? Ha, Sardorman. Nima edi? Sizga do'stlaringiz nomidan dastlabga borib ko'zingizni yumib turishni iloji bormi aka? Ha, surpriz degan. Qani bir ko'raylikchi. Qanday uraman bu kun bajarimni? Kattaligini qaranglar. Urmasam bo'lmaydi. Dastlabki pulni olib qo'yganman. Nima debdimi silayapsan? Dastlab keyin qani? Dastlabga shu shapalaq edi. Do'stlaringiz nomidan PlayStationga bilyardga chiqib turasiz ekan. Aka uzr, xizmatchilik. Ha, A sinfda o'qiganlar menga shapaloq dastlabga jo'natdimi? Ko'zingni yumib turgin-da. Jiyanim, men B sinfda o'qiganman-ku. Boshqa adresga tushib qolding. B sinflar har joyda aktiv-ku. To'g'rimi B sinfda o'qiganlar? Assalomu alaykum ey gruppadagilar. Lang yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Sinfdoshlar gruppasiga kirmaganimga ham ancha o'tib ketibdi. Qani bitta kirib ko'raylikchi. Pasha bosib ketibdi-yu. Is bosib ketgan, qaranglar, Bitta yozib ko'raylikchi. Bolalar, bormisizlar, sinfdoshlar, qadrdonlar, o'zingizlar tinchmi? Anchadan beri gruppaga kirmaganimga ishqalanish bo'lib, gruppadaglar ko'tara olmaslik kelib portlab ketdi.
Sen ham gruppaga kirib yozib tur. Iplos. Necha yil bo'ldi maktab bitirganingizga? 30 yil bo'lyapti. 30 yil bo'ldi maktab bitirgan. Necha yoshsiz? Menmi? 30 ga kiraman. Voy alkash, tananidan! Alkash cho'tir, sen beni nomuslarga o'ldirding. Jiyanim bo'lmay o'l! Ahmoq, o'lasenga! Mirras! Yana ichasanmi? Yo'q, yeyma tog'a. Ichsang nima bo'lsin ayt. Katta narsaga osilding bola. Agar yana ichsang, filni o'zim topaman. Tushundingmi? Xo'p. Huzur do'stlar, bugun ichaman. Osmonlarda balki uchaman. Yejiya qilasan. Anaqa yer sirkka boraman seni. Sirkda maymunlar ko'rsatasizmi? Ha, maymunlarni ko'rsataman. Davom etyapti. O'tir, orqaga o'tir, ha, yotib olgin. Tog'a, maymunlar ko'rinmaydi. Ben seni maymunun oldiga emas. Filni oldiga olib keldi. Jon tog'a, unaqa qilmang. Uni kattaligini qarasangiz-chi. Tog'a, boshqa ichmayman. Mana shu tashlab yuboraymi, tog'a? Erkek bo'lib va'da berganmisan? Короче, uka bir minutga. Fil sizdanmi? Ha, bizdan. Gap shundaki, Yo, bu urg'och fil. 6 oydan keyin keladi erkak. 6 oy? Qo'ysang qo'y, to'yib chay. So'yna. Nimaga keldingiz? Onajonisi demang. O'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman. Turqizni ko'rmay deganman. Keting. 20 yildan beri dangsanga bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, Senga xotinimga bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechora shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim xira. Yerim mashina berdi menga, yerim mashina berdi. O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz. Men u qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman. Boriga ham, yo'g'iga ham chidalmagan ekanman dadasi. Voy, er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9li sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni do'mbasiga. Mana. Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin sani. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang, yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimi deysiz? Bukurni ko'r to'g'rilaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Ko'chaga chiqsam taksiyo, qo'shig'im borlik mani yo. Bolli qizlar hamma yo, kayfiyatim juda chon. Ko'chaga chiqsam taksiyo, qo'shig'im borlik mani yo. Bolli qizlar hamma yo, kayfiyatim juda chon. O'tkir kelin. O'tkir kelin emas, o'tkir bugun kuyov. Kelin keldi demoqchi edim. Dachaga hamma o'g'il jiyilganmiz. Aniqmi? Ha? Unda men bu oyoq kiyim kimniki? Meniki kelin. Yoshligidan mashinaga kovlukni yaxshi ko'radi-da, suyuq iste'mol qiladi. Yaxshi ko'radi.
O'rtog'im jeski ishlab ketgan demoqchimisiz? Unaqa dema, xafa bo'ladi. Undan ko'ra zo'r turibdi-da, ko'ngli ko'tariladi. Zo'r jura. Ular jasurdek bu, balki hamma o'g'illar maktab orqa tarafga sumka taqsa, bu mashina ayollar sumkasidan taqib. Uzoqda ko'rgan odam borki, ayollarning kelyapti deb o'ylaydi. Tushunmadim. Men ham tushunmayman. Nima bunaqa narsalar ishlatadi Shuhrat? Shuhrat? Labay kelib. Telefon kimniki? Kimniki deyapman. Shuhratniki? Ustidagi gul nima? Gulni qo'y, yana familiyasini aytmaysanmi? Ertaga uyda bo'ling, adasi, sizga ishonaman. Endi shoshli odam bo'lganda ishonasan-da. O'tmiraga olib ketdimi? Nima qilay? Hayli ro'za qilinglar, o'zlaringni uyda o'tiray. Shu bola chaqamda ko'chada yuribman, men ham ilay qilib turib. Ketgan jo'g'ay. Арнольд Шварценеггер. В фильме «Терминатор. Часть 2. Судный